Bir kambag'al kishi bor edi. U bir boyning huzuriga doim pul so'rashlikka odat qilib olgan edi. Birinchi marta borganida unga berdi. Ikkinchi marta borganida yana berdi. Ammo uchinchi bor borganda boy kishi undan bezor bo'lib, "Bor, har gal kelaverasanmi? Uyalmaysanmi? Undan ko'ra ishlasang bo'lmaydimi?" deb qattiq so'z aytib haydab yubordi. Namoz vaqti bo'ldi. Kambag'al masjidga borib odamlar bilan birga namoz o'qidi. Qalbi og'ir g'amga to'lgan edi. Qayerga borishini bilmasdi. Ilgari o'sha boy kishi unga rahm qilardi, lekin bu safar uni qaytardi. Kambag'al masjidda turganida Alloh taolo unga duoga yuzlanishiga ilhom berdi. U 2 rakat namoz o'qib, qo'llarini baland ko'tarib shunday deb iltijo qildi: "Ey Alloh, sen boysan, men esa kambag'alman. Falonchi ham kambag'al. Ey Robbim, meni bugundan boshlab biron bandangga muhtoj qilmagin. Odamlardan so'ratib qo'ymagin meni. Falonchi boy oldiga borgan edim, u meni haydadi. Men hozir seni uyingdaman. Seni uyingdan chiqmasimdan oldin meni ham o'z fazling bilan boy qilgin yo Robbim" deb qattiq duo qilib, yig'lab duo qildi. U shunday deb duo qilib turganida haligi boy odam uni qidirib yurgan edi. Va uni masjidda yig'lab qo'llarini ko'tarib duo qilayotganini ko'rib qoldi. U o'zini duoibat qilyapti deb o'yladi. Shuning uchun shoshib keldi-da, "Falonchi yetar endi. Meni duoibat qilma meni. Qasamki, mendagi bor mol-mulkni yarmi seniki" deb molini 2ga bo'lib berdi. Shu tariqa u molni ikkalasiga teng qildi. Ana shu o'tirgan zorda unga molni kim berdi? Alloh berdi. Insondan hech qachon so'rama. Eshigi hech ham yopilmaydigan Allohdan so'ra. Alloh agar undan so'ramasang norozi bo'ladi. Inson esa undan so'rasang g'azablanadi.